Assalomu alaykum. Bugun studiyamizga yana sharhlovchilar Hasan Turdaliyev va Muhammadiyor Soliyevni taklif etganmiz. Bugungi mavzu O'zbekiston terma jamoasi unga tayyorlanadigan murabbiylar haqida bo'ladi. Birinchi savol, mashhur insider Fabrizio Romano ham italiyalik murabbiy Fabio Cannavaro bilan OFA o'rtasida muzokaralar bo'layotgani haqida xabar berdi va buni OFA rasman tasdiqladi. Sizningcha mazkur murabbiy terma jamoamizga qanchalik mos tushadi deb o'ylaysiz? Fabrizio Romano aytgandan tashqari, undan tashqari o'zimiz insiderlar ham ma'lumot berishdi. Va to'g'risi undan oldin kelib ketdi-ku yulduzlar. Yulduzlar kelib ketganda Fabio Cannavaroga o'zimizni shu yosh nima deydi, hamkasbimiz savol bergandi. O'zbekistondan shunaqa taklif bo'lsa qanaqa javob berasiz deganda, shartnoma qani dedi. Men agentim shu o'zim bilan kelgan. Shartnoma beringlar, men ko'rib chiqaman dedi. O'zi ko'rinib turgandi, qanaqadir xohish bor edi. Hazilga oldi to'g'ri, lekin o'zida ham xohish borligi sezilib turgandi-da. O'shanda men sal shubhalangandim. Ish qilib qanaqadir bu xohishidan keyin ularga qiziqib qolmasin deb. O'sha paytda lekin shuni ham rol o'ynadi menimcha. Chunki Fabio Cannavaroning o'zida ham sezildi-da bu narsa xohish borligi. Yoqdi, unga o'sha yurtimiz yoqish haqida gapirdi. Ko'p nima deydi, mehmondorchilik endi men mehmondo'stlik bizda baribir bilmadim butun dunyoda birinchi o'rinda tursa kerak, bu narsa yoqdi unga. Shu narsa ham sal uni xayrixohlik bildirishiga menimcha sabab bo'ldi. Endi Cannavaroni baribir biza futbolchi sifatida ko'proq taniymiz. Hali murabbiy Cannavaro qanaqaligini bir men shaxsan o'zim ko'rganim yo'q. Xitoyda o'sha Xitoy jamoalarida yaxshi muvaffaqiyatga erishgan, lekin unaqa baribir shov-shuvli bir natijalar qayd etganicha yo'qda. Shov-shuv bo'lmasa ham, bo'lmasa stabil bir murabbiy sifatida biror bir jamoada ishlaganini ham ko'rganimiz yo'q. Shuning uchun bu taraflama olib qarasak, sal g'alatroq qaror men uchun. Lekin uni baribir nomi bor-da, Cannavaro oltin to'p yutgan juda kamyob o'sha himoyachilardan biri. Uni nima deydi, bizani nufuzimizga qanaqadir jahon chempionatida bizni murabbiyimiz bo'lib borishi qanaqadir balki hype emas, uni nima desa bo'ladi, imij taraflama bizga sal plusga yurar, lekin men uni murabbiy sifatida nima bera olishini hali bilmayman. Hozir buni yaxshi yoki yomon deyish hali vaqt bor-da unga. Endi bu deyarli hozir rasman bo'lib qoldi, chunki UFA'ni o'zi ham tasdiqladi-yu. Ko'rish kerak, lekin Cannavarodan ham balki nimalardir o'rganarmiz. O'zi Italiya bilan o'zbek xalqinichi nimadir o'xshash tomonlari bor, bilasizmi? Sal qiziqqonligimiz bor, emotsional. Bu tarafdan mos ham kelib ketishi mumkin deb o'ylayman-da, boshqa millat vakillariga nisbatan. Kerak bo'lsa, misol uchun u ham sal o'zbeklashib ketib qanaqadir bizani futbolchilarimizdan xarakter taraflama, o'zi bizda doimo keladigan murabbiylar mentalitet ustida ishlayapmiz. Shunaqa gap gapiradi, futbolchilarimizga ham o'sha taraflama balki bu bizga yordam berar. Lekin natijalardan qaraydigan bo'lsak, unaqa katta natijaga erisha olmagan. Shuning uchun bir ikki xil hozir bir kayfiyat. Balki yaxshilikkadir. Lekin men o'zim Kapadze tarafdori bo'lganman. Kapadzega oldindan aytilganda sen olib chiqasan, keyin qaysidir murabbiyga yordamchi bo'lib tajriba orttirib, keyin yana o'zing ishlaysan deyilganda Kapadze xafa bo'lmas. Men hozir Kapadzeni ham xafa bo'layotganini tushunyapman-da. U hozir yarim yo'lda shunda nima deydi, rozi bo'ldim, mas'uliyat ko'tarib turib jahon chempionatiga olib chiqdi-da, tap etib turib, uni hattoki bexabar bo'lib turgan paytda orqasidan muzokaralar bo'layotganligi unga bo'lgan hurmatsizlikda baribir. His qilib ko'ramiz. Men Cannavaroni hamma narsa o'zgarishi, yangilik, nima deydi, har xil yangiliklar yaxshiligiga deydi-yu. O'zi Cannavaro juda baxtli inson bo'lib qoldi hozir, chunki juda muvaffaqiyatsiz karyerasidan keyin murabbiylikdagi jahon chempionatiga chiqqan terma jamoani va o'sha insiderlar chiqayotgan mablag'i borasida ham juda katta narx evaziga boshqarishi ma'lum bo'lyapti. O'zi O'zbekiston futbol terma jamoasi so'nggi yillarda murabbiyni zo'r tanlayotgan. Viktor Kuper ham baribir juda katta nom edi. O'zbekiston terma jamoasiga kelishi, u o'sha Ispaniyada qilgan ishlari, Valensiya bilan qilgan ishlari va Osiyo futboliga ham begona bo'lmagan holatda kelganda-da, undan keyin Katanesning kelishi. Katanes isbotlab qo'ygan murabbiylar. Katanes Iroq terma jamoasi bilan O'zbekistonga qarshi o'yinda o'sha stadionda ko'rgandim. Rostdan zo'r mutaxassisligini o'shanda birinchi bor tanigandim, undan keyin Osiyo tajribasi juda yuqori edi. Srechko Katanes to'g'ri tanlov bo'lganini natijalari bilan ham isbotlab berdi. Juda katta yo'lni, juda katta qismini muvaffaqiyatli bosib o'tdi va undan so'ng eng ma'qul variant Timur Kapadze tanlandi. O'sha force major holati murabbiy betob bo'lganligi uchun va Timur Kapadze ham yo'lda zo'r davom etdi. Ya'ni tizimli tarzda to'g'ri keldida, negadir murabbiy o'zi natija yomon bo'lganda o'zgartirilishi kerak, natija bo'lmaganda, yomon bo'lganda yoki nizo kelib chiqqanda yo'q.
muhit buzilsa. Kapadze bilan barchasi zo'r edi. Kapadze bu futbolchilarni barchasini taniydi. Ba'zilari bilan o'ynagan, ba'zilarini boshqargan o'sha Olimpiya jamoasida. Shuning uchun juda qiziq holat bo'ldi. Murabbiyning ishdan ketishi va ketma-ket tanlovlar. Oxiri Cannavaro variantida to'xtalinyapti. Cannavaro o'sha g'alabalar foizini ham ko'rib chiqdim. Juda ko'p statistikalar chiqyapti murabbiyligiga oid. Endi Cannavaro tanlovlar orasida eng murabbiy emas dek tuyulyapti-da. Shaxsan menga biroz tanqid bo'lishi mumkin. Men ham xohlardim zo'r qorishib ketishini, terma jamoamiz bilan zo'r natija ko'rsatishini, ammo futbolchi tanlaganda istiqbol kelajak deyish mumkin, lekin murabbiy sal bagaj bilan kelish kerak edi. Milliy terma jamoaga bu klub emas, tavakkal qilsa bo'ladigan va bu jahon chempionati oldida 1 yildan kamroq vaqt qolgan muddat. Bu yerga faqat o'rtoqlik o'yinlarida ko'rib olish mumkin va o'rtoqlik o'yinlariga kim qanday holatda yetib keladi. Bunisi ham qiziq bo'ladi. Shuning uchun men ham Kapadze tarafdori edim. Kapadze qolish kerak degan xayoldaman. Ikkinchi savol, Kapadze uning yordamchisi bo'lishiga qanday qaraysiz? Siz Kapadze o'rnida bo'lganingizda u bilan ishlashga rozi bo'larmidingiz? Qiyin ekan Kapadsega. O'zim boya hozir aytdimki, Kapadze o'zi yordamchi bo'lib ishlashini men o'zim sal tarafdor edim. Faqat unga oldindan ogohlantirish kerak edi. Hozir unga sal hurmatsizlik bo'layotganligi oldindan ogohlantirmasdan turib, shuncha umidlar berib turib, birdaniga keyin orqasidan hozir boshqa murabbiy qidirish boshlandi. Hatto unga keyin ham murojaat qilinmagan, haligacha bilmayman men nima bo'layotganini deyapti-yu. Orqada endi to'g'ri qanaqadir hisobot topshirishga majbur emasdir kimlardir, lekin u ham hurmat, unga ham hurmat ko'rsatilishi kerak edi. Shu taraflama, lekin Kapadze baribir nima deydi, yurtimizni nima deydi, kelgusida baribir eng umidli qanaqadir murabbiylardan baribir o'zi ham tushunib turibdi menimcha. Sal joy kelganda mayli buni chetga surib turib, sal xafagarchilikni chetga surib turib ishlash kerak edi menimcha. Baribir keyinchalik unga ishoniladi deb o'ylayman-da. Chunki o'zimiz murabbiylarimiz ham nima deydi, ishlashni xohlayman. Kelgusida va ustiga shu aytgan gapimiz balki yana takror bo'lib qolar. Bu yosh o'sha Olimpiya jamoasini o'zi yetishtirib chiqqan. U yoshlarni juda ko'pchilik bilan ishlagan. Shu 60-70% balki yoshlarni taniydi o'zi. Ular nima qobiliyatlari bor, qanaqa sifatlari bor biladi. Shuning uchun u keyinchalik O'zbekiston terma jamoasining asosini tashkil etadigan futbolchilarni bilishi bu yanada qo'shimcha Kapadzening foydasiga-da. Shuning uchun Kapadze sal xafada. Shuning uchun hozir ishlamasligini bilmadim. Lekin ishlasa yaxshi bo'lardi. Kapadzening o'zi ham joy kelganda, misol uchun Cannavaroga u bunaqa, uni mana bunaqa sifatlari bor deb balki unga maslahat berar. Faqat yaxshi qanaqadir chiqishi bo'lishi kerak bo'ladi. Cannavaroga ham ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Sal nima deydi, tepadan keladigan bo'lsa yoqmaydi hech kimga. Men ham Kapadze yordamchi bo'lib qolish tarafdoriman. Endi zo'r takliflar bo'lsa ketish kerak. Ammo hozir baribir Kapadze bilan Cannavaroni ajratib turadigan jihat murabbiylikda men biroz g'alati tuyular, lekin Kapadzeni ancha ustun deb o'ylayman. Cannavaro nomi natija qilib qo'ygan. Olimpiadada ishtirok etgan murabbiy, jahon chempionatiga olib chiqqan murabbiy, lekin jahon chempionatini ko'rish baribir Cannavaroda bor. U o'sha tarkibda 2006-yil Sardor edi. Sardor ham salkam murabbiy hozir futbolda. Shuning uchun jahon chempionati nima ekanligini biladi va katta ehtimol bilan nasib qilsa keyingi jahon chempionatiga chiqsak, Kapadze olib boradi degan ishonchdaman. Kapadze yana murabbiy bo'ladi deb va mana shu AQShda, Kanada, Meksikada bo'lib o'tadigan jahon chempionatiga borib tajriba orttirish Kapadze uchun zo'r narsa. Mayli yordamchi murabbiy bo'lsin, mayli shtabda bo'lsin, lekin tajriba orttiradi, u yerda bosimni his qilib ko'radi. Juda ham zo'r jihat bo'ladi va aytib o'tganingizdek, hozir tarkibni asosini tashkil qiladigan yoshlar hali bir nechta jahon chempionati siklida o'ynaydi va Kapadze bu futbolchilar bilan keyingi mundiallarga borish ehtimoli katta. Shuning uchun qolish kerak. Faqatgina terma jamoa vatanparvarlik nuqtai nazaridan albatta u yordam bera oladi, yordam berish kerak va o'zi uchun ham, juda katta tajriba uchun ham yordamchi murabbiy sifatida bo'lsa-da jahon chempionatiga borgani ma'qul deb o'ylayman. Ya'ni o'rnida bo'lganingiz borarsiz. Na, o'rnida bo'lganingiz bor. AQShga borish uchun mana borapman. Sizningcha Paulo Bento, Joachim Löw va Fatih Terim variantlaridan Cannavaro tanlovi yaxshiroqmi? Endi hozir deyarli menimcha shuni ichida gapirib o'tib ketdimiz. O'zi u variantlarga shunchalik qarshi bo'lib turganda Cannavaroga ikki hissa qarshi bo'lyapti ko'pchilik, chunki natija menimcha sabab. Fatih Terimga men ko'proq qarshi edim. Yoshi katta murabbiy, to'g'ri, u juda katta bir nima deydi, murabbiylik tajribasiga ega, o'zga yarasha o'sha Turkiya bilan
baribir katta nima deydi, muvaffaqiyatga erishgan desa bo'ladi, baribir. Milanni boshqargan. Milanni boshqargan katta tajribasi bor. Biroq hozirgi yosh murabbiylarga ishonch bildirayotgan paytda biz eng yoshi katta murabbiyga ishonch bildirishimiz unchalik to'g'ri emasmidi deb o'ylayman. Botiq Terimda hozir menimcha faqat o'sha nutq qo'yganda murabbiylik falsafasi eskirgan, endi u o'sha natijaga erishgan davrlari qachon edi-yu va undan keyin zamonaviy futbol o'zgarib ketdi. U paytda bilmadim, bunaqa 3-5-2 o'ynalarmidi, 3-4-3. Shuning uchun ham Botiq Terim men ham qo'shilaman. Sanalgan nomlar orasida zo'r murabbiy, katta murabbiy, lekin davri o'tganda baribir u imperator deb nom chiqarganda ham xuddi Jose Mourinyoga o'xshab matbuot anjumanlari futbolchilar bilan o'zaro munosabatda zo'ru. Biroq bizga hozir ko'proq natija beradigan, zamonaviy futbolni tatbiq qiladigan murabbiy kerak deb o'ylayman va Yoaxim Lyov hozir shunaqangi zo'r variant sifatida eshitilyapti. Endi yoqayapti. Hattoki Bento u jahon chempionatiga 2 marta borgan mutaxassis sifatida boshqacharoq eshitilyapti endi. Portugaliya bilan, Koreya bilan baribir borgan, uni ham tajribasi katta. Murabbiy sifatida borganda ham. Chindan ham hozir endi eski variantlarga o'sha bizga endi bunday olib qarasak ular rad javobini bergan, to'g'rimi? Ha. Bento kelib ketdi. Kelib ketdi ham shunga qaram, men ham. Ular ya'ni o'zini yarasha plus minus tomonlari bor. Plus tomonlar menimcha ularda ko'proq. Tajriba eng asosiysi. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Shunaqa. Agar Kapasi Kannavaroga yordamchi bo'lishdan bosh tortsa, unga qaysi mahalliy murabbiy yordam berishini xohlardingiz? Juda ko'pchilik Ravshan Haydarov deyapti shu masalada. O'zi lekin oldin ham ishlaganlar shekilli. Ha, Ravshan Haydarov o'zi. Kim kelsa, Katanes ham maslahatchi bo'lganda. Kim kelsa maslahatchi sifatida birinchi Ravshan Haydarov xayoliga keladi. O'zbekistonning eng sovrindor murabbiyi, terma jamoalar nuqtai nazaridan o'sha yoshlar bilan yutgan narsalari. Lekin Ravshan Haydarovning oldida juda katta mas'uliyat turibdi. U olimpiya jamoamizni olimpiadaga yana olib chiqish kerak. Osiyo Kubok o'yinlari bor. O'zimizda o'tadi, endi Ozarbayjon va O'zbekistonda o'tadigan musobaqalar bor xullas. Shuning uchun Ravshan Haydarov vaqti bo'larmikin degan xayolim bor va yana bitta zo'r variant chiqdi, Ilyos Zaytullayev. Chunki u Italiyada ishlagan, Juventus bilan bog'liq, Del Piero bilan menimcha tanish ham. Shuning uchun Ilyos Zaytullayev ham Del Piero bilan? Kannavaro bilan menimcha lekin Del Piero bilan ham tanishman. Bu ham to'g'ri. Del Piero kelib qolsa. Yo, munosabatlari bor Kannavaro bilan menimcha va italyan tilini biladi har holda. Qiziq bo'ladi, lekin zo'r variant ekan. Lekin Zaytullayev va terma jamoa bir-biriga yaqinmi-ekan? O'zi rostdan hali tajriba ancha kam, hatto o'zi ham tan olsa kerak, Ilyos Zaytullayev. Lekin keyinchalik bir o'ylab ko'rsa bo'lar ekan. Yordamchi sifatida. Agar rozi bo'lsa, Abramov zo'r edi. Oxirgi vaqtlarda qilayotgan natijalari orqali, lekin Kannavaro baribir o'sha yoshlarni biladigan, shu terma jamoani ko'p o'yinchilar bilan ishlagan mutaxassisni xohlasa kerak. Shu yosh katta murabbiylar ko'pi to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Baribir murabbiylik tajribasi bo'yicha Kannavarodan nima deydi, tajribasi kattaroqda. O'sha Mirjalol Qosimov ham, Abramov ham yoki Berdiyev ham qanaqadir yoshlardan qidiryapman-da. Yo'q, Haydarov lekin yoshi katta bo'lsa ham yosh murabbiylardek xarakter boshqacha-da. O'sha Haydarov boshqacha. Zamonaviy qarashlari bor. Baribir bu futbolchilarni deyarli barchasi bilan qaysidir yosh terma jamoasida o'ynagan, o'sha o'ynatgan, biladi. Shuning uchun faqat xayolga Ravshan Haydarov keladi shunaqa bo'lsa. Yana qancha yoshlarimiz murabbiy 17 dagi. Endi uni ham ishi bor-da, Islom Ismoilovmidi? Ha, Islom Ismoilov. Lekin yoshlardan ko'rsatilmasa variantlar bor, biroq eng zo'ri baribir Kapadze bo'lib qolyapti-da. To'g'ri. Bilib ko'rish kerak ekan, o'zi birdan javob berish qiyin bo'lar ekan. Haydarov yoki Kapadzega to'xtaldik. Fabio Cannavaro termamizni o'rganishiga vaqt yetadimi? Mana bu endi asosiy o'zi muammo menimcha. Chunki vaqt kam, endi 1 yildan kam qoldi. Sal oldinroq chiqqanda hatto biz kam deyotgandik. O'sha Lyov varianti chiqqan paytda yo'q, 1 yil. O'shanda ham 1 yil qolgandi. Shunda biz kam deb boshlagandik. Hozir esa undan ham kam vaqt qoldi. Bu endi rasmiy o'yinlar yo'q, o'rtoqlik o'yinlar bilan baribir rasmiy o'yinning farqi bor. Mana shunisi meni ko'proq o'ylantirayotgan jihat mana shu. Vaqt kam, tan olish kerak. U hali mukammal bizani nima deydi, chempionatimizni ko'rishga ulguradimi bu vaqt ichida? Bahorda boshlansa balki qisman ko'rishga ulguradi. Chunki chempionat bilan 5-6 tur qoldi-da, to'g'rimi tugashiga? Ko'p qolmadi. Shu jihat meni ko'proq o'ylantiryapti. Rostdan ham Cannavaro hozir qanchalik ulgurar ekan? Yoki faqat balki
o'zini maslahatlarini berib turar, Kapadze bu yo'g'iga davom ettirar. Qanaqadir. O'zi rostdan zo'r mavzuni hozir ko'tardik. 6 tur qoldi rostdan ham chempionatimiz tugashiga. Hozir oktyabrdagi FIFA kunlariga tarkib e'lon qilib ulgurilgan Urugvay va Kuvaytga qarshi uchrashuvlar uchun va katta ehtimol bilan bu tarkibni Cannavaro tanlamagan. Shunda Cannavaro oldida noyabrdagi FIFA kunlari qolyapti. Shu bilan qishda FIFA kunlari yo'q. Bahorda 2-3 maksimal darajada 4 ta yig'in o'tkazish mumkin. 4 ta yig'inda qaysi murabbiy bir terma jamoa bilan tanishib olar ekan, bunisi ham juda qiyin. Ba'zi o'sha yetakchi futbolchilarimiz jamoasini o'zgartirdi. Ularda kirishish jarayoni Cannavaro har biri bilan alohida shug'ullanishga vaqti bo'larmikan? O'zi kafa musobaqasidan oldin tayinlanish kerak edi deb o'ylayman murabbiy agar o'sha juda ham tezkorlik bilan topilganda. Chunki kafa turnirida baribir 4 o'yinga 4 xil tarkibni tushirib, balki o'zini o'sha uslubiga mos o'yinchilarni saralab olish mumkin edi. Kengroq ro'yxatni chaqirish mumkin edi. Va qiziq bo'ladi. Agarda Cannavaro varianti hal bo'lgan bo'lsa, shunaqa deyilyapti ham. Oktyabrdagi o'yinlarda juda muhim bo'ladi ko'rib olishi. Ustiga ustak oktyabrda juda ko'p yetakchilarimiz jarohat sababli o'ynamaydi. Shunisi ham bor. Men kam muddat deb o'ylayman, juda ham kam muddat milliy terma jamoa uchun. Katanets ham 4 yilda o'zi xohlagan futbolni shakllantirganini ko'rdikda. Juda uzoq muddat ketadi. Shuning uchun qiyin. Bu klub bo'lganda mayli. Men shuning uchun aytyapman-da, menimcha baribir Kapadze ko'proq qanadir asosiy maslahatlarni bersa, Cannavaro o'sha imij uchun ham balki kelib berar. Keyin Vlado Radamanovich bilan menimcha shartnoma bekor qilindi. O'sha Katanets shtabida terma jamoa biladiganlardan Alesh Chekh qolgandi. Shu eski shtabdan ham murabbiylar qolishi yaxshi deb o'ylayman. To'g'ri. Terma jamoamizga yana qaysi futbolchilarni jalb etish kerak deb o'ylaysiz? Endi ko'pchilik futbolchilarimiz uchun bu menimcha so'nggi imkoniyat. O'sha ayrim futbolchilarimiz shundan keyin menimcha terma jamoadagi faoliyatini tugatadi. Shunda ham imkoniyat bo'ladi o'zi ko'pchilikda. Hozir o'zi ancha shakllanib qolgan tarkibimiz. Lekin balki ko'proq amaliyot berish kerak edi. Endi Sergeyev ham menga Norchayevning borgan sari o'yini yoqyapti bu mavsumda ayniqsa. Yana kimlarni aytsa bo'ladi. Yaxshi yosh yulduzlar nima deydi? Yosh iste'dodli futbolchilar sekin-sekin ko'payib boryapti-da. Ularni ham hozir sinaydigan payt emas, shunisi ham bor-da. O'rtoqlik o'yini bo'lsa ham sinash qanchalik to'g'ri bilmadim. Bozorov ham aytsa bo'ladi, to'g'ri, Oybek Bozorov ham kam chaqirdik, juda kam. O'sha oxirgi o'yinlarda ayniqsa uni o'sha qanot bo'ylab kreativligi hatto bemalol Mashariflar bilan tengma-teng deb tuyulyapti. Balki bu chempionat o'yini bo'lgani uchun shunday tuyulayotgandir. Lekin o'sha Bunyodkor o'yinda ham asosiy qahramon bo'ldi. Yaxshi uzatmasi bor. Hozir unaqa desa tajriba, terma jamoaga kelgandan keyin tajribasi sal hayajoni bo'lishi mumkin, o'zini ko'rsata olmay qolishi mumkin. Shuning uchun qaltisda. Hozirgi paytda hayolimga kelyapti ayrim futbolchilar, lekin ularni mana bu tarkibdan kimnidir olib turib o'rniga qo'yish qiyin-da. Shakllanib qolgan tarkibdan. Jahon chempionatigacha menimcha shu natija qilgan tarkib borsa kerak deb o'ylayman. Azg'aniyevga ko'proq vaqt berilsa juda xursand bo'lardim, chunki ustalgan uslubda o'ynab keta oladigan futbolchi va bu yig'inga hozir Rustam Turdimurodov birinchi marta chaqirib oldi. Hoji Mirzayev baribir chaqirilyapti, Jahongir O'rozov chaqirib oldi. Ya'ni yangi futbolchilar bor, sinab olishi mumkin bo'lgan, lekin terma jamoa bosimi, yelkadagi mas'uliyat juda ham katta bo'ladi va darvozabon nuqtasiga ham sal yangiliklar kiritish kerak deb o'ylayman. O'tkir Yusupov shubhasiz birinchi darvozabonimiz, lekin unda jarohat bo'ldi. Klubida Eron milliy terma jamoasi posboni kelib raqobat bo'lib zaxirada ko'proq qolib ketyapti. Abduvohid Ne'matovda biroz pastlash davri kuzatildi, buni ham aytish kerak. Botir Ali Ergashev endi milliy terma jamoada muntazam o'ynamagan. Hozir Vladimir Nazarovga imkoniyat bo'ladi va Dinamodan Edem Neymanovni chaqirib ko'rish kerak deb o'ylayman. Ya'ni darvozabon pozitsiyasi qancha keng bo'lsa, shuncha yaxshi-da. Paytida Germaniyada ham ko'rdik, Ter Shtegen bilan Noyer jarohat olgan paytda darvozabonsiz Germaniya qolib ketdi-da. Hozir Braziliyada Ederson Alisson bor. Braziliya juda ham darvozabon pozitsiyasida muammolarga duch kelyapti jarohatlar paytida. Shuning uchun jarohat oldi, Ederson formada emas, ketdi Turkiyaga. Mana Al Nasrdan Bentoni chaqirdi. Bentoni chaqirdi. Ya'ni terma jamoa bosimini his qilib ko'rish uchun futbolchilarni chaqirib turish kerak edi, keyinchalik qiynalib qolmasligi uchun.
Shuning uchun bir qator yoshlarga ham Jiyanov Odilov o'zi muttasim chaqiriladi. O'yin amaliyoti ko'proq bo'lsa xursand bo'lardim shu futbolchilardan ham. Hasan aka, Muhammad aka, biz savollarimiz shulardan iborat edi. Tashrif uchun kattakon rahmat. Sizlarga rahmat.